Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Ikki etaj uyga, je paltarashka uyga qanday pechka salsa bo'ladi deganlarga so'rovlarga javob. Ikki etajga dele pechka salsa bo'ladi. Mestasini qanday qilish kerak deganga. O'da jag'inda bunday duxovka qo'yiladi. Inshaalloh. Yana bunday kirganda buni birinchi etaj bo'ladi. Shirinasi 1 metr, vысотасы 1.60 bo'ladi. 1.60, 1.70 gachayin. Bu shuncha vысота bo'ladi. Mana o'rdan teshigi. Yana ikkinchi etajga chiqish. Mana lestitsadan chiqishga pauza qilib turing. Videoni oyog'igacha ko'rgili. To'liq informatsiya olasizlar. Xo'p, mana ikkinchi etaj уже. Mana o'rdan teshigi. Pechka ushaqdan tutun chiqadi-da, bunday bo'lib, оборот bo'lib chiqib ketadi. Buni mestasi ровно 1 metrga 2 metr bo'lish kerak. Vысота 2 metr bo'lish kerak. Ushida duxovka boyag'i ko'rsatgan duxovkam batat ushugi. Kimga o'shunday xizmatlar kerak bo'lsa, 559 62 62 42 ga baylansanlar, so'ni qilib jasab beramiz. Pechkani ikki etajga, paltarashkalardan mestalari ushuntiy rastab qo'yishsanlar, inshaalloh biz so'ni qilib jasab beramiz. Bu yoqda bardiq uydeli ikki etaj ekan. Biz O'shtovuz Artjan degan ayilda bizdan bir ayil keyin shu yoqqa pechga jasag'ani keldik inshaalloh.